qo'lqopsiz jangda birinchi o'rinda olgan birinchi o'zbek jangchisi. Dunyoda birinchi o'rinda egallab, mana shunday tillo kamarda qo'lga kiritib keldilar. Assalomu alaykum. Avvalo, qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat. Aka, nimaga MMA tanlamagansiz, qo'lqopsiz jang tanlagansiz? Sportimda boks bilan boshlaganman. Professional boksni davom ettirish uchun Rossiyaga chiqqanman. Kulachkada qo'lqopsiz janglarda urushadigan akalar taklif berishdi. Ko'r, reyting ko'r, qiziqarli jang tuyuldi. Shu uchun davom ettirib. Sizdan oldin birinchi o'rinni hech kim olmagan. Yo'q, O'zbekistonda ham boksda qatnashgan top-bo'yda, oxirigacha borishmadi. Shu bitta hozir O'zbekistonda men. Sizni ko'rib men faxrlandim va o'zimga olganim, aytib aytsam, sizga o'xshagan jismonan baquvvat bo'lmasa ham, lekin qaytmaslikni o'rgandik. Urush borasida biz bitta sohaga kirdikmi, qaytmaslik kerak. Akamiz o'sha tishi sinib qolgan taqdirda ham, qo'li singan taqdirda ham ortga yurmasdan dadamga va'da berganman, yutib kelishim kerak degan joylarni ko'rdim. Dadajon, chempion bo'ldim inshaalloh. Necha pul mukofot oldi. Men uchun pulni zarracha, agarda bepul jang qilasan ham deyishganda ham o'sha holatda pulsiz ham urushga tayyor edim. Bayrog'imni yuqoriga ko'tarsam bo'ldi edi. Har kimda yoshligidan bir niyat qilgan orzusi bo'ladi-ku. Shunda ona vatanimni bayrog'imni ko'tarib bir chempion bo'lish niyat qilgandim. Xudoga shukr, niyatimga erishdim. Shahobiddin Egam muxlislari bu videoga bitta like bosib, kommentariyaga Shahobiddin Egamov omad olg'a bosing. Yana sizdan chempionlik kutib qolamiz, yozib qoldiringlar. Aka, sizga katta rahmat bizga vaqt ajratganingiz